Sizni hovlingizda o'rik daraxt bormi? Demak, u uydan o'tkazib yuborishga shoshilmang. Hozir siz bilan birgalikda 4 yoshli o'rik daraxtiga qanaqa qilib shakl berishni o'rganamiz. Daraxtlarga shakl berishda birinchi navbatda nimaga e'tibor berish kerak? Daraxtlarga shakl berishda birinchi navbatda o'sish kuchi bilan hosil berish kuchini muvozanatlashtirishga alohida e'tibor berishimiz kerak. Daraxt kuchli o'sib ketsa, hosili kamayib ketadi. Kuchli ko'proq meva beradigan bo'lsa, o'sishdan to'xtab daraxt qarashiga olib keladi. O'rik daraxtini demak birgalikda kesishni boshlaymiz. Okay, let's go. O'rik odatda shaftoli va olxo'riga o'xshab 1 yillik novdalarda hosil qiladi. Ya'ni mana bu novdamiz o'sib chiqqan uch qismida mana hosil novdalari gul kurtaklar paydo bo'lgan, gullash arafasida turibdi. Biz buni kesib olib tashlaymiz. Nimaga? Chunki hosil uchiga chiqib ketgan, bizga mana shu yerda hosil novdalar paydo qilishimiz kerak. Biz bu novdamizni 20-30 sm uzunlikda qoldirib ketamiz. Sababi biz bu yerdan hosil novdalar, ya'ni xuddi mana shunday o'xshagan mayda hosil novdalar chiqishini ta'minlash uchun. O'rik, shaftoli va olxo'rini daraxtida odatda mana bunaqa novdalar qurib qolish kuzatiladi. Buning sababi o'sha quyosh yaxshi tushmasligi hisobiga, quyosh nuri yaxshi tegmagani hisobiga bu qurib qolish kuzatiladi. Biz bu novdani bizga kerak bo'lgani uchun olib qolamiz. Bizga daraxtni yon tomonga o'sishni rivojlanishini ta'minlashimiz kerak. Bizga bu keyinchalik hosil novdalarga aylanib, mana shu yerdan hosil novdalar paydo bo'ladi.